Oshxonada g'izalanyapman. Orqamdagi ustalda oshxona xo'jayini 10 yosh chamisidagi o'g'lining topshiriq ishlashiga yetakchilik qilmoqda. "Mo'shinimi ishlayapmadingmi? Qopoq kallangni ishlatgina" degan yuqori ovozli tanbih bilan cho'kam og'zimda turib qoldi. 1,5 yoshida hurmat tuyg'usi shakllanadigan 10 yoshlik bola ko'z oldimda onasining noqushlari ostida qoldi. Ko'zim bolaning ko'zi bilan uchrashganda u g'ururini qo'lidagi qarindoshning uchiga bosdi. Qarindoshning uchi sundi. Ana qarindoshni qayta ushladi. G'ururini bilikiga chigib olgan ota bolaning ko'z oldida onani tilladi, dushkalladi, hatto urdi. Bola onasining bechora chiroyini ko'rdi. İtinişlik nalisini işitti. Köz, yürekki on kol vezir. Kulak, yürekki sol kol vezirdir. Balanın muhabbet yölenişi ata-ananın til ve kol karakterinden kelidi. Kimlik sorudu. Ananı urgan kim? Bala etti. Atam. Vicdan sorudu. Ananı köz aldığında urgan başka birisi bolsa şundak süküte turar mıydın? Bala etti. Canım kurban idi. Muhabbet sorudu. Sen atanı söylemsen? Bala etti. Soraydıgan başka sual yok mu? Ana 17 yaşlı kızının koludaki 75 degan numara yazılgan imtihan kağızıga qarab kayışqı başladı. Sizni okusun deb uçamga tüzükirek kiyim kiyip bakmadım. Sizning yişinizdekiler apsini beqavatıdı. Bunda okugandan kiyim tüküçülükni ügünüge boldu. Kişinin namratlıqı balının gunahi emasdır. Turmuş namrat bolsa boludu. Amma terbiye namrat bolsa bolmaydı. Namratlık qazanığı silingan namratlık terbiye işida aqsonak quvveti bolmaydı. Aqsonaklar iqtisoddan ayrılgan, amma aqsonakçı terbiyeden ayrılmagan namrat ailelerden çıqqan. Atının öyiga onun ağaynisi balasını ilip mehman bolup geldi. Atı öz oğlunun aldıda ağaynisining balasını qattiq maqtab ketdi. "Sening bu oğlun ajoyib bola-da. O'zi shundoq aqlliq. Kesib aytamanki, kelgusida qaltis bola bo'ladi. Mening mao balamg'o poqini doryanmaydi balangning." Aradan 20 yil o'tdi. Otining maqtagan ağaynisining o'g'li zaharlik chekimlik setib tutulib, hayot kishanlandi. Yaramsiz deb qaragan o'z o'g'li dаңlıq savdogar bo'lib, otining xizmatini qildi. Va darix, hayot mushundaq tetimliq. Pes ko'rganning yeri hech qachon pes bo'lmagan. Mijozi ochiq, o'qish natijasi shuncha yaxshi mengayotgan bir boshlang'ich maktab o'quvchisining darsda favqulodda chekinishini va birdilla jimg'ur bo'lib qilishini bayqagan sinf mas'uli bolani ishxonasiga chaqirib sababini so'radi. Bola samimiylik bilan "Ata-onam kunda jidallashidu" dedi. Kishilik hayot g'avg'osi bilan mashhur. İnsan bilan inson orasidagi orliqqa bir ig'iz gap o'shiq yoki kam qistirilgan bo'ladi. O'shiq bir ig'iz gapni minnat, g'ayvat, hasad o'g'itlaydi. Kam qolgan bir ig'iz gapda minnatdorlik, muhabbat va hissdoshlik qurtlaydi. Ota-onalar diliga ma'lum bo'lgan bir ig'iz o'shiq gapni bayon aylashdan yoki bir ig'iz kam qolgan gapni yutib o'tishdan burun o'zini qarshi tarafning o'rniga qo'yib ko'rmaki zarur. Farzandlar o'shiq va kam bir ig'iz gapning qurboni bo'lmoqliq. Ona maktabga chaqirildi. Muallim onaning qo'liga 9 yoshlik o'g'lining muallimga yozgan xatini sundi. Ona xatni qo'liga elib o'qib o'tib, qo'llari titrab ketdi va ko'zlaridan yoshlar quyilishga boshladi. Xat shu mazmunda edi. "Mening ota-onam ajrashib ketgili 5 yil bo'ldi. Menga opam qaraydi. Dadam bilan pat-pat ko'rishib turaman. Ammo har qitim ko'rishganimda dadam menga opamning askiligidan ajrashib ketganligini deydi. Opam bo'lsa doim menga dadamni odam surat hayvon deb tillab beradi. Qaraganda ota-onam eski odamlarga o'xshaydi muallim. Siz o'tganda bizga eski odamlardan yiroq turinglar degan edingiz. Men qanday qilsam bo'ladi?" Ajrashish hodisalik o'rnidan normal. Halbuki bu yo'lni tanlagan bir qismlar uchun farzand o'zlari boshdan kechirgan qorong'u kechmishning tajriba chashqini. Ota va onaning muqaddaslik davosi balkim muhabbat tamponliq sirtida.
Öz ata və anısıga muhabbetini tangpon saqlayanmagan balaning hayotlik qarori balkim idraksiz. Qobil ata yoki qobil ona bo'lish balkim oson, ammo adil ata yoki adil ona bo'lish ba'zi mushkul. Muhabbat adilsizligi, muhabbat tangponsizligining ichki jarohati. Bizga qo'shni bir jup yosh ota-onalar davomli tugudek xatolik o'tkazgan 3 yoshli qizini eshik sirtiga chiqarib qo'yib jazolaydi. Qiz xili uzungacha echinishlik nola qilib yig'laydi va eshikni ichib biringlar deb yalvuradi. Ammo ichidan dadining yoki onaning gap anglamagan bolaning jazosi mushu degan javobi takrorlanadi. Ba'zida amdila 9 oylik qizim Farzana o'ynayotgan o'yinchoqlarini qo'yib, qizning yig'layotgan ovozini tinglab sukutga to'ladi va chiroyi bir xil hayronlik tusga kiradi. Ondan menga yoki opasiga xuddi hadashni uyga akirib olayli degandek hissdashlik nazarida qaraydi. Muhabbat hech bir inson qalbidan yo'qolmaydi, balki qutubsiz qoladi. Ikki qutupluq batareyadan elektr hosil bo'lmagani kabi o'z jup qutubini topolmagan muhabbatning marhamat nuri o'chidi. To'g'ri muhabbat haqiqiy muhabbatdan martabalik. Zira farzandingizga to'g'ri muhabbatni tanlang. Bilim dunyoni kichiklatdi. Muhabbat arazni. Bilim aloqani qo'yiqlashtirdi. Muhabbat inoqlikni. Bilim salomatlikni asliga keltirdi. Muhabbat saxovatni. Biri farzandini o'qimishlik qilib, muhabbatlik qilishda yengildi. Oqibat o'zini butunlay mag'lubkor his qildi. Dunyoda muhabbatdan afzal farzand tarbiyasi yo'q. Muhabbati qutubsiz farzandning balkim ma'naviyati och. Ma'naviyati och farzandning balkim hayotlik qarori qorong'u. Qalbning qorong'uligi dunyoning zulmi.